Bugun sizlar bilan juda ham mazali qarsildoq bo'lgan kunjutli pechenyani tayyorlaymiz. Idishimizga 3 dona tuxum, 6 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz solib, yaxshilab aralashtirib mikser qilamiz. Massa oppoq bo'lgandan keyin shunaqa holatga keltiramiz. Ketidan 6 osh qoshiq un solib, lopatka yordamida aralashtiramiz. Bu orada pechimizni oldindan qizdirib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan massamizni qopchaga solib olamiz va listimizga pergament qog'oz qo'yib, pechenya shaklida qilib dumaloq siqib chiqaramiz. Ustidan kunjutlarni sepamiz. Qizib turgan pechimizda 180 gradusda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham mazali, qarsildoq bo'lgan kunjutli pechenyalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ayniqsa bolajonlar maza qilib yeb olishadi. Oson, kam xarj video retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta yurakchalaringizni kutib qolaman. Kanalimizda aktiv bo'ling.